Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Avgust oyida 3 oylik qo'shimcha to'lovlarni kim oladi? Kim kutmasligi kerak? Kim esa hujjatini to'g'rilamasa puldan qolib ketishi mumkin? Bu masala faqat bitta toifa odamga emas. Nafaqa oluvchilar, bolalar puli oladigan oilalar, ijtimoiy yordamga ariza berganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar va daromadi past xonadonlarga bevosita taalluqli bo'lishi mumkin. Men sizga bu mavzuni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Chunki ko'pchilik aynan shunday paytda eng katta xatoga yo'l qo'yadi. Hamma olarkan deb o'ylaydi. Keyin hisobiga pul tushmagach, sababini qayerdan izlashni bilmay qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham tejaydi. Avval qanday edi? Odatda ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar yoki moddiy yordamlar bir oy uchun hisoblanib, belgilangan muddatda to'lab boriladi. Masalan, bola puli oladigan oilaga har oy ma'lum summa tushadi. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi bo'lsa, u ham oyma-oy to'lanadi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi ham shunday. Agar ariza kech ko'rib chiqilsa yoki hujjatlarda kamchilik bo'lsa, odam ko'pincha bir necha oy kutadi, keyin tasdiqlansa. O'tgan davr uchun yig'ilib qolgan pullar bir yo'la berilishi mumkin. Endi o'zgarish nimada? Odamlar orasida avgustda 3 oylik qo'shimcha to'lov berilar ekan. Hammaning kartasiga 3 oylik pul tushar ekan. Bolalar puliga ham qo'shimcha hisoblanar ekan degan gaplar ko'payadi. Men bunday xabarlarni tahlil qilganimda har doim bir narsani aytaman. Eng avvalo bu to'lovning manbasi va sababi aniqlanishi kerak. 3 oylik qo'shimcha to'lov degani har doim ham yangi sovg'a yoki hammaga beriladigan alohida pul degani emas. Ko'pincha bu 3 ta holatdan biri bo'ladi. Birinchisi, oldingi oylardan qolib ketgan to'lovlar bir yo'la avgustda o'tkazilishi mumkin. Masalan, may, iyul uchun hisoblangan, lekin texnik sabab yoki hujjat sababli kechikkan mablag' avgustda tushadi. Ikkinchisi, ayrim toifadagi fuqarolarga yordam muddati uzaytirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, oldin yordam 3 oyga tayinlangan bo'lsa, endi yana 3 oyga davom ettiriladi. Uchinchisi, ayrim oilalar yoki fuqarolar yangidan ro'yxatga kiritilgan bo'lib, ularga ariza berilgan sanadan yoki huquq paydo bo'lgan sanadan boshlab hisob-kitob qilinadi. Mana shu farqni tushunish juda muhim. Chunki 3 oylik qo'shimcha to'lov so'zini eshitib, ko'pchilik o'zini avtomatik ravishda oluvchilar ro'yxatiga kiritib qo'yadi. Aslida esa har bir to'lovning o'z sharti, o'z mezoni, o'z tekshiruvi va o'z muddati bor. Asosiy qism bir kim bilishi kerak. Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi mumkin. Men birinchi navbatda quyidagi toifadagi odamlarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Agar siz yoki oilangiz bolalar puli, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam, nogironlik nafaqasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir pensiya, ijtimoiy nafaqa yoki boshqa davlat to'lovlarini olayotgan bo'lsangiz, avgustdagi tushumlaringizni albatta tekshiring. Faqat pul tushdimi? Tushmadimi deb qarash yetarli emas. Qaysi oy uchun qanday summa nimaning hisobga tushganini aniqlash kerak. Misol keltiraman. Bir oila bor. Ota mavsumiy ishda ishlaydi. Ona uyda 3 nafar farzand bor. Ular bolalar puli olish uchun ariza bergan. Ariza iyun oyida topshirilgan, lekin mahalladagi ma'lumotlar, daromad tekshiruvi, bank rekvizitlari va oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumotlar kech tasdiqlangan. Natijada iyun va iyulda pul tushmagan. Avgustda esa tizim ularni oluvchi sifatida tan olsa, bir yo'la 2 yoki 3 oylik pul kelishi mumkin. Bu qo'shimcha sovg'a emas, balki oldingi davr uchun hisoblangan mablag' bo'ladi. Yana bir misol. Nogironligi belgilangan fuqaro bor. U tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan xulosa olgan, lekin hujjatni topshirish, plastik karta ochish yoki bank rekvizitlarini kiritishda kechikkan. Agar uning huquqi deylik may oyidan boshlab e'tirof etilgan bo'lsa, avgustda may, iyul yoki iyul-avgust uchun yig'ilgan pul tushishi mumkin. Bu yerda eng muhim savol, huquq qaysi sanadan boshlangan? Hujjat qachon rasmiylashtirilgan? To'lov qaysi oylar uchun hisoblangan? Uchinchi misol, bo'g'uvchisini yo'qotgan oila. Oila pensiya tayinlashga ariza beradi, lekin marhumning ish staji, sug'urta davri, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish ma'lumotnomasi kabi hujjatlarni to'plash vaqt oladi. Tasdiq avgustda chiqsa, oldingi oylar uchun hisoblangan summa bir yo'la to'lanadi. Shunda odamlar 3 oylik qo'shimcha berishdi deydi. Lekin huquqiy jihatdan bu kechiktirilgan to'lovni bir martada qoplash bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Menimcha birinchi navbatda oxirgi 3 oy ichida ariza bergan, lekin haligacha javob olmaganlar xavotirlanish emas.
balki faol harakat qilish kerak. Arizangiz qayerda turibdi? Rad etilganmi? Qayta ko'rib chiqilmoqdami? Ma'lumot yetishmayaptimi? Bank kartangiz to'g'ri kiritilganmi? Oilaviy tarkibda xato yo'qmi? Shu savollarga javob topmasdan kutib o'tirish noto'g'ri. Ikkinchi xavotirlanadigan toifa oldin to'lov olib kelgan, lekin oxirgi oyda pul tushmay qolganlar. Ba'zan to'lovlar daromad oshgani uchun, bolalardan biri yosh chegarasidan o'tgani uchun, fuqaro boshqa manzilga ro'yxatdan o'tgani uchun, hujjat muddat tugagani uchun yoki tizimda ma'lumot yangilanmagani uchun to'xtatilishi mumkin. Masalan, oila oldin kam ta'minlangan sifatida yordam olgan. Keyin otaning nomiga avtomobil rasmiylashtirilgan yoki bank orqali katta mablag' aylanmasi ko'ringan. Tizim buni daromad yoki mol-mulk belgisi sifatida baholashi mumkin. Shunda to'lov to'xtaydi. Oila esa avgustda 3 oylik olamiz deb kutadi. Ammo aslida ularning statusi qayta tekshirilgan bo'ladi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning to'lovingiz har oy o'z vaqtida tushib turgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, nafaqa yoki pensiya muddatsiz tayinlangan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, sizda alohida vahima qilishga asos kamroq. Lekin baribir tushgan summani tekshirish kerak. Chunki ayrim hollarda indeksatsiya, qayta hisob-kitob, oldingi oydagi farq yoki ushlab qo'lingan mablag' bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, davlat to'lovi kelganda faqat summaga emas, izohiga ham qarang. Endi raqamli misollar bilan tushuntiraman. Faraz qilaylik, oilaga oyga 600 ming so'm ijtimoiy yordam tayinlangan. Iyul, avgust uchun to'lanishi kerak edi, lekin tasdiq kechikdi. Avgustda 1 million 800 ming so'm tushsa, bu qo'shimcha 3 oylik sifatida ko'rinadi. Aslida oyma-oy hisoblangan pul bir vaqtda o'tkazilgan bo'ladi. Yana bir holat, odam oyiga 8 ming so'm nafaqa oladi. Iyul oyida hujjati yangilanishi kerak edi. U kechikdi. Avgustda hujjat tiklandi va 2 oylik 1 million 600 ming so'm tushdi. Bu ham yangi yordam emas, to'lovning uzluksizligini tiklash natijasi bo'lishi mumkin. Bolalar puli masalasida ham xuddi shunday. Ko'p ota-onalar bolam bor, demak pul olaman deb o'ylaydi. Yo'q, bolalar puli odatda oilaning ehtiyojmandlik darajasi, daromadi, mol-mulki, oilaviy tarkibi va boshqa mezonlar asosida belgilanadi. Agar oilada 3 farzand bo'lsa-yu, ota-ona rasmiy ishda yuqori maosh olsa yoki oilada qimmat mol-mulk bo'lsa, ariza rad etilishi mumkin. Boshqa tomondan, oilaning daromadi past, farzandlari ko'p, yashash sharoiti og'ir bo'lsa, ularga yordam tayinlanishi ehtimoli yuqori. Demak, avgustdagi 3 oylik to'lov faqat farzandi borlarga emas, mezonlarga mos kelganlarga tegishli bo'ladi. Endi eng muhim, lekin ko'pchilik e'tibor bermagan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta. To'lov avtomatik tushadi degan fikr doim ham to'g'ri emas. Ayrim to'lovlar avtomatik qayta hisoblanishi mumkin, lekin ayrimlar uchun ariza, ma'lumotnoma yoki qayta tasdiqlash talab qilinadi. Masalan, bola 10 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumot tizimda ko'rinmasa, to'lov to'xtab qoladi. Ikkinchi nozik nuqta, ro'yxatga olingan manzil. Oila bir joyda yashaydi, lekin hujjatda boshqa manzilda ro'yxatda turadi. Yordam tayinlashda mahalla, tuman, ijtimoiy himoya organlari yoki elektron tizim oilaviy tarkibni ro'yxat bo'yicha ko'rishi mumkin. Natijada aslida uyda yashamaydigan qarindosh ham oila tarkibida ko'rinadi. Uning daromadi hisobga olinadi va yordam rad qilinadi. Masalan, oilaning katta o'g'li boshqa shaharda ishlaydi, lekin propiskasi ota-onasinikida. Tizim uning daromadini ham shu oilaga qo'shib hisoblaydi. Ota-ona esa biz kam daromadlimiz deydi. Mana shu yerda tushunmovchilik chiqadi. Uchinchi nozik nuqta, bank kartasi. Ba'zi odamlarning kartasi muddati tugagan, bloqlangan, boshqa bankka o'tgan yoki rekvizit noto'g'ri kiritilgan bo'ladi. To'lov tasdiqlangan bo'lsa ham pul qaytib ketishi yoki kechikishi mumkin. Shuning uchun men har doim tavsiya qilaman. Karta faolmi? SMS xabarnoma bormi? Bank ilovasida hisob ko'rinadimi? Ism, familiya hujjatdagi bilan mosmi? Tekshirib qo'ying. 4-nozik nuqta, qo'shimcha to'lov bilan qayta hisob-kitobni adashtirmang. Agar pensiya yoki nafaqa miqdori oshirilgan bo'lsa, ayrim davr uchun farq to'lab berilishi mumkin. Masalan, odam oldin 1 million 200 ming so'm olgan, yangi hisob bo'yicha 1 million 300 ming so'm bo'lishi kerak. Farq 100 ming so'm. Agar bu farq 3 oy uchun hisoblangan bo'lsa, 100 ming so'm alohida tushishi mumkin. Odam buni 3 oylik qo'shimcha deb o'ylaydi. Aslida bu oylik miqdorlar orasidagi farq. 5-nozik nuqta, rad etilgan arizalar. Ba'zan odam ariza berganini o'zi uchun yetarli deb hisoblaydi. Lekin ariza tasdiqlanmagan bo'lsa, to'lov bo'lmaydi.
rad etish sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Daromad mezondan oshgan, hujjat to'liq emas, oilaviy tarkib noto'g'ri. Mol mulk bor, avvalgi yordam muddati tugagan, ariza noto'g'ri to'ldirilgan, bir xil yordamga 2 marta ariza berilgan. Shuning uchun ariza maqomini tekshirish shart. 6 nozik nuqta, naqd pul kutish. Hozir ko'p to'lovlar bank kartasi orqali o'tkaziladi. Ayrim odamlar mahalladan chaqirishadi. Pochtachi olib keladi deb kutadi. Albatta ayrim hududlarda va ayrim toifalarda to'lov shakli boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat hollarda pul hisob raqamga tushadi. Shuning uchun faqat og'zaki gaplarga suyanib qolmang. 7-nozik nuqta firibgarlar. Har safar ijtimoiy to'lovlar haqida xabar chiqqanda firibgarlar faollashadi. 3 oylik pulingizni chiqarib beramiz. Kartangiz raqamini yuboring. SMS kodni ayting. Arizani tezlashtirib beramiz degan gaplarga ishonmang. Hech bir rasmiy idora sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Karta paroli, CVV kodi. Bank ilovasi kodi hech kimga berilmaydi. Agar kimdir pul evaziga ro'yxatga kiritib qo'yaman desa, bu katta xavf belgisi. 8-nozik nuqta hamma hududda bir kunda tushmasligi. To'lovlar, banklar, reyestrlar, tasdiqlash sanalari va moliyalashtirish jadvaliga qarab bosqichma-bosqich o'tkazilishi mumkin. Bir mahallada pul ertalab tushadi, boshqasida kechqurun, boshqa tumanda esa 1-2 kun keyin tushishi mumkin. Shuning uchun qo'shningiz oldi. Siz olmadingiz degani darhol rad etildingiz degani emas. Lekin 3-5 ish kuni o'tsa va pul ham, izoh ham bo'lmasa tekshirish kerak. Endi aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi to'lovga da'vogar ekaningizni aniqlang. Bolalar puli bo'lsa boshqa tartib, pensiya bo'lsa boshqa, nogironlik nafaqasi bo'lsa boshqa, moddiy yordam bo'lsa boshqa. Bitta umumiy gap bilan hammasini hal qilib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, arizangiz holatini tekshiring. Agar siz ijtimoiy yordam yoki bolalar puli uchun murojaat qilgan bo'lsangiz, mahallangizdagi mas'ul xodimdan, tuman ijtimoiy himoya bo'limidan yoki tegishli elektron xizmat orqali ariza maqomini so'rang. Savolni umumiy bermang. Menga pul tushadimi demang. Aniq so'rang, arizam qachon qabul qilingan, qaysi sanada ko'rib chiqilgan, tasdiqlanganmi yoki rad etilganmi, rad etilgan bo'lsa sababi nima, qayta topshirish mumkinmi? 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi yoki ajrim hujjati, oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumot, daromad ma'lumotlari, bank kartasi rekvizitlari, nogironlik bo'yicha xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, o'quvchisini yo'qotganlik holati tegishli hujjatlar. Har bir holat alohida, lekin asosiy hujjatlar shular atrofida bo'ladi. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Bank ilovasiga kiring. Karta faolmi ko'ring. Muddati tugamaganmi? Hisob raqam yopilmaganmi? Agar karta yo'qolgan yoki bloklangan bo'lsa, bankka boring va rekvizitni yangilang. Agar idoraga eski karta raqamini bergan bo'lsangiz, yangi rekvizitni yetkazish zarur bo'lishi mumkin. 5-qadam, tushgan pul bo'yicha izoh so'rang. Agar avgustda katta summa tushsa, darhol sarflab yuborishdan oldin uning qaysi oylar uchun kelganini aniqlang. Chunki ayrim oylarda ortiqcha to'langan mablag' keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, tizimda oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki odam bir vaqtning o'zida 2 turdagi bir-biriga mos kelmaydigan yordamni olgan bo'lsa, keyin qayta hisob-kitob bo'ladi. Shuning uchun pul kelishi bilan hammasi meniki deb o'ylamasdan to'lov izohini bilib oling. 6-qadam, rad javobi bo'lsa, sababsiz qoldirmang. Agar sizga chiqmaydi deysa, og'zaki gap bilan to'xtamang. Sababni yozma yoki aniq izoh bilan so'rang. Daromad oshganmi? Qaysi daromad hisobga olingan? Oilaviy tarkibda kim ko'rsatilgan? Mol mulk bo'yicha qanday ma'lumot chiqqan? Agar xato bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Masalan, sizning nomingizga eski avtomobil ko'rinib turibdi, lekin u allaqachon sotilgan yoki hisobdan chiqarilgan bo'lishi mumkin. Yoki uyda ro'yxatda turgan odam aslida boshqa oilani boqadi. Bunday vaziyatlarda hujjat bilan isbotlash kerak. 7-qadam, muddatlarni kuzating. To'lov muddati tugaydigan bo'lsa, oxirgi oyni kutib o'tirmang. Masalan, yordam 3 oyga tayinlangan bo'lsa, 3-oy tugashidan oldin keyingi tartibni so'rab oling. Nogironlik hujjati muddati bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. O'qish ma'lumotnomasi yangilanishi kerak bo'lsa, sentyabrni kutmasdan tayyorlab qo'ying. 8-qadam, hamma ma'lumotni bitta joyga yozib boring. Men odamlarga oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Qachon ariza berdingiz? Kim qabul qildi? Qaysi raqam bilan ro'yxatga olindi? Qachon javob berilishi kerak?
qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi bank kartasi ko'rsatilgan. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda ko'p muammoni hal qiladi. Chunki odam 3 oy o'tib men iyunda bergandim shekilli deb qoladi. Aniq sana bo'lsa talab ham aniq bo'ladi. 9-qadam rasmiy manbaga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanallar qo'shnining gapi, bozordagi mish bitta tanishim aytdi degan xabarlar asosida qaror qilmang. Har bir to'lov bo'yicha rasmiy idora, mahalla mas'uli, bank, ijtimoiy himoya bo'limi yoki pensiya bo'limidan ma'lumot oling. Ayniqsa pul, karta va shaxsiy ma'lumot masalasida ehtiyot bo'ling. Endi avgustda pul olish ehtimoli yuqori bo'lganlarni yana bir bor tartiblab chiqaman. Oxirgi oylarda arizasi tasdiqlangan, lekin to'lov kechikkanlar. Huquqi oldingi sanadan boshlab tan olingan pensioner yoki nafaqa oluvchilar. Nogironlik bo'yicha hujjati qayta rasmiylashtirilganlar. Bolalar puli yoki moddiy yordamga ro'yxatga kiritilgan ehtiyojmand oilalar. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlari avgustda yakunlanganlar. Qayta hisob-kitob natijasida farq puli chiqadiganlar. Lekin bu ro'yxat hamma oladi degani emas. Har bir holatda asosiy shart rasmiy tasdiq va to'g'ri hujjat. Pul olmasligi yoki kech olishi mumkin bo'lganlar ham bor. Arizasi rad etilganlar, hujjati to'liq bo'lmaganlar. Bank rekviziti xato bo'lganlar, oilaviy tarkibida muammo chiqqanlar, daromadi mezondan yuguri deb topilganlar, yordam muddati tugab, qayta murojaat qilmaganlar, hujjat muddati o'tganlar. Bularning barchasida masalani tuzatish mumkin bo'lgan holatlar ham bor. Lekin buning uchun odam o'z harakat qilishi kerak. Demak, avgustdagi 3 oylik qo'shimcha to'lov mavzusida eng katta haqiqat shuki, bu pul hamma uchun avtomatik sovg'a emas. Ko'p holatda bu oldingi oylar uchun yig'ilgan to'lov, qayta hisob-kitob, kechiktirilgan mablag' yoki tasdiqlangan yordamning bir yo'la o'tkazilishi bo'ladi. Kim oladi? Huquqi bor, hujjati to'g'ri. Arizasi tasdiqlangan, bank rekviziti ishlaydigan va tizimda oluvchi sifatida ko'rsatilgan odamlar oladi. Kim kutmasligi kerak? Shartlarga mos kelmagan, arizasi rad etilgan yoki hujjatini to'g'rilamagan odamlar. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq kartangizni, arizangizni, hujjatlaringizni va to'lov maqomingizni tekshiring. Agar pul tushsa, qaysi oylar uchun tushganini aniqlang. Agar tushmasa, sababini so'rang va kerak bo'lsa hujjatni qayta topshiring. Sizning holatingiz qanday? Avgustda sizga pul tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Qaysi to'lov bo'yicha murojaat qilgansiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring, chunki bu ma'lumot ko'p oilalarga kerak bo'lishi mumkin.